أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Savaştaşlar dersimizni başlayalım. Bizning Lamhat ve Ulumul Qur'an degan kitobdan kelgan darsimiz kitobninki birinchi qismi 3-chi bob 3-chi fasl kelgandik. Ya'ni 3-chi faslda qiroat haqida to'xtalamiz. Qiroat haqidagi bir tushunch aramızda belki Qur'onning qiroati haqida ijoza olgan qarindoshlar bor. Bulutmu ikki qiroatdan masalan birdan ortiq qiroatdan ijoza olganlar undan keyin Qur'oni Karimdagi qiroat masalasini bakroq tushunishi mumkin. Chunki Qur'on boshqa o'qim, qiroat boshqa o'qim, ikkisi ayrim o'qim. Bizning oldimizdagi Qur'on Ama o Qur'onninki Allah tarafidan belgilangan bir o'qish qoidasi va harflarning talaffuz qilinish qoidasi va chiqarilish qoidasi va biz normalda biz Uyg'urlar bo'lish sifatimiz bilan kichik vaqtimizda Qur'on savodimiz chiqarilgan vaqtda bir harflarninki talaffuzi o'rgatiladi. Ondan keyin zvar, zir, ondan keyin mad, tashdid, alif va qoyimga o'xshash Qur'oni Karimdagi ba'zi bir tajvid o'qilish belgilari bor. Shu belgilarga kichik vaqtimizda ma'lum bir qoida bekitilib beriladi. Oxirigacha shu qoida bo'yicha o'qib ketamiz. Amaliyotda Qur'onning qiroati Jibril alayhisolatu vasallam Rasulullahga o'rgatgan bir qoida. Ya'ni farz buni bu shaklda o'qish. Rasulullah sahobalariga o'rgatgan. Onun üstüge bu bir xil emas. Bir neçe xil o'qilish qoidasi var. Rasulullah mush bir neçe xil shaklda sahobalarga o'rgatgan. Shu vaqtdan tortib zanjirsimon bog'langan bir silsila bo'yicha ta bugungi kunga qadar qiroatlar o'z isnodini saqlagan bir shaklda kelyotdi. Boyatinki bizning Uyg'urlarninki kichik vaqtimizdagi Qur'on savad chiqarish jarayonidagi o'rgangan o'qish qoidalari asli to'g'ri ish emas. Asli qiroat unda shaklda o'rganilgan narsa emas. Harfninki o'qilishiga qarab turib uni hukm qo'yilmaydi. Chunki so'zlarninki o'qilish ahvoli ba'zi vaqtlarda o'xshash so'zdan ikki o'rinda o'xshamay kelib qolishi mumkin. Ya'ni sizlarga agar tushundira olgan bo'lsam, qiroat bir odam qoidalashtirib o'rganib oladigan narsa emas. Balki ustozidan o'rganadigan narsa. Ustozidan o'rganadigan narsa. Ustozidan o'rganadi, u ustozidan o'rganadi. Shu bo'yicha zanjirsimon shaklda kim ko'rib to'xtaydi? Jibril alayhissalom ko'rib to'xtaydi, Rasululloh ko'rib to'xtaydi hisobda bizning inson zanjirsimon bağlanışı boyunca Rasulullah ko'rib to'xtaydi. Ya'ni esingizda bo'lsin, qiroatninki Qur'oni Karimdagi o ba'zi belgilarga qarab qo'yilgan zarzir, masalan tajvid belgilariga qarab, garchi Qur'on o'qishlarimiz ancha-muncha yaxshilangani bo'lsa-mu ko'p o'rinlarda, ama rasmiy, o'lchamlik, mu'tamad bir shakldagi qiroatni o'rganish uchun cho'qim ustoz tutish kerak. Sen Qur'onni qanchalik go'zal yodlab bo'l, Qur'onni qanchalik pishiq yodlab bo'l, qiroat cho'qim mutlaqo Resulullah'a bağlanğan isnad boyunca okulgan bir ustazdan her bir sözünün okuluşu ayrım şekilde okulgan bir şekilde öğrenişin gerek. Yani tekrar desem savaştaşlar, kıraat qandaqdır? Ona koyulgan belgeler bilen yoki bir qoidalar bilen öğrenilib oladigan narsa emas. Belki her ayetning okuluşunu Resulullah'a tutashgan zanjirsimon bir o'qish qoida. Yani ki qoida demoqchi bo'lganimiz Rasulullohdan o'rgangan qiroat, boshqa narsa emas. Uning boshqa xil qoidasi yo'q. Mushu nuqta kalimizda oydinlashishi kerak. Tabiiyki aramizda ikki qiroat yoki ikkidan ortiq qiroatlardan ijoza oldi deb qo'yamiz. Bunda kishilarimiz bor, lekin bek oz. Shunga bu nuqtalarni bizning tushunmagimiz biroz zo'r keladi.
biz shu aqlimizga kelgan Qur'onni qo'limizga olgan vaqtdan tortib Qur'onni bir xil o'qib kelyapmiz masalan. İki xil o'qilib bo'ladi degani xuddi anda o'qisin bo'ldigan, bunda o'qisin bo'ldigan bir yerdek tuyg'ulab qilinglar. Amaliyotda hammasi Rasululloh tarafidan o'rgatilgan qiroat, undan keyin mu'tamat qiroat hisoblanadi. Tarixda xuddi sarfda bir odam bütün sarfning qoidalarining hammani bir yerga to'plab mukammallashtirib bir fan barpo qilgandek, nahviyning qoidalarini to'plab, texnik tadqiq qilib, inchikilab bir grammatika fan hosil qilinib, u sohada bir peshqadam grammatikada imom masalan Sibvay, Xalil, Farroq o'xshash shakllanganga o'xshash qiroatlarni iz qo'g'lab tashish orqali Rasulullohdan sahobalardagi qaysi o'rgangan, falon pokon qilgan o'rgangan. Tamam. O sahabalardan hayotida kim qiroat o'rgangan, falon pokon o'rgangan. Shu iz qo'g'lab Rasulullohning qiroatlarini to'plagan bir ulamolar bo'lgan. Shu asosda 7 qiroat, 10 qiroat degan bir gapni anglaymiz. Muşular şekillengen. Bir yerda muqim anchiqat degan gap yo'q. Bir adam xuddi bayatın misalga olgandek sarfiyun o'zining kitobida qanchalik sarf qoidalarini to'plagandek, nahviyun o'zining kitobida qanchalik nahviy grammatik qoidasini to'plagandek, qiroat ulamolarimi o'zi to'playaligini to'plagan. Ba'zilar bir qiroatni to'plagan, ba'zilar ikki qiroatni to'plagan, ba'zilar 7 qiroat, ba'zisi 10 qiroatni to'plagan. Bunda ko'pincha ikki xil atalg'i bakroq ma'ruf, 7 qiroat va 10 qiroat deb. 7 qiroat biroz bir xato asos ustiga qurilib qolgan bir atalg'i. Ya'ni tamam 7 qiroat bor-da, ammo darsning oxirida o'qishimiz mumkin. Shu biz ilgirgi darslarda ancha-muncha tushuntirib bergan Qur'oni Karimningki ala sab'ata ahruf tush haqidagi hadis munosabatlik 7 til asosida tushgan deganni 7 qiroat deb o'ylab olgan bir ahvollar bor. Ammo 10 qiroat deydi. Bu hammasi nima desa qiroat. Bu yerda 2 qiroatni o'rgandi, 3 qiroatni o'rgandi, 7 qiroat, 10 qiroat desa 30 pora Qur'onning hammasi 10 xil o'qiladi deganlik emas. 7 xil o'qiladi deganlik emas. Balki bir qiroat yo'li boshdan oxir bir adam Rasul o'zining ustozini shu paytda o'rganibdi, u ustozini o'rganibdi, Rasulullohga shu paytda boshdan oxir 30 pora Qur'onni o'qish bir xil shakli Rasululloh tutishibdi, bir qiroat bo'ladi. Bu shunga o'xshash bir o'ziga xos bir qoida. Endi bir narsa e'tirof qilmay olmaydi. Biz bu qiroat sohasining kishisi bo'lmag'achqa tamsiliga zodi maqsad nima buni ifodalab berishda biroz ojiz keldim. Shunday bo'lsa-mu, nazariya nuqtasidan qana o'qib boqaylik savoqdoshlar. Al-qiroat. Buning ta'rifotiga kelsak, qiroatning ko'pligi bo'lib, asli tilda qara'aninki masdar bo'ladi. Istilohda shu nuqta bek muhim diqqat qilinglar. Qur'onning so'zlarini yengil o'qish, qattiq o'qish va undan boshqa va vahiy alfozlarininki harflardagi o'xshamasligiga munosabatlik fan nima bo'ladi? Qiroat bo'ladi. Qaranglar. Qur'onning kalimalarini qanday qilish o'qishning qandayligi, mayli yengillik yoki og'irlik undan boshqa va vahiyninki Qur'on demakchi alfozlarininki harflarda o'xshamasligiga munosabatlik al-ilm nima qiroat. Mishat bir gapni tushungansizlar. Tahfif o'qish, tashdid o'qish. Qaranglar. Bir harf bor. Ya'ni so'zning hammasi harf-ku. Bir oyatni kelsa og'ir o'qiydi ekanmiz, bir oyatni kelsa yengil o'qiydi ekanmiz. Buning qoidasi yo'q, faqat Rasululloh shunday o'rgatgan. Rasulullohga Jibril shunday o'rgatgan. Rasulullohdan keyingi sahobalar shunday o'rgangan, undan keyin uning sahobalar Rasululloh qanday o'rgatgan bo'lsa, bugun ijoz berayotgan qorimlar shunday qanday qildi, o'rgatyapti. Shunga balkim ba'zilaringlar bo'lishingiz mumkin. Bir o'quvchi 30 pora Qur'onni bir kunda o'qib bagudek, attigini o'tirib kashda o'qib bagudek bir pishiq o'qigan taqdirda qiroat boshqa narsa. Qur'onni o'qadar pishiq o'qishi boshqa narsa, ammo qiroat boshqa narsa. Shunga haqiqiy
amanetdar ustozlar. Ama biz Mısır'da tuğan vaktimizde bazı ustozlar hem de şu ballardan pul edip 2 ayda 3 ayda icazı berildiğin ahli olib qolgan, bu bir amanetga xiyonat qilgan ahli oldu. Agar qiroatni joyida o'rgatmay qolib qolgan bo'lsa, haqiqiy amanetdar ustozlar 30 bari Qur'onni ustozidan qanday shaklda anglagan bo'lsa, o'quvchisiga shu shaklda o'rgatib va o'quvchisining og'zidan shu shaklda o'qiganini anglamasa bermaydi qiroat. Shunga men bayatdan bir gap chala qoldi. Bir o'quvchi attigini o'tdagan paytda kechgacha Qur'onni o'qib bo'lgudek darajada xatolik chiqmay, pishiq bo'lib ketgan taqdirda bu qiroat boshqa gap. Agar qiroat o'lcham tushmasa, unchulab pishiq bo'lib ketsa-mu, ustoz sanin bermaydi, ijozat bermaydi. Aşta haqiqiy o'lchamlik Rasululloh o'rgatgan shakl ijozat berish uchun shunda atdigandan kechgacha o'qib oladigan o'quvchiga 1-2-3 yil vaqt ketishi aniq. Hatta 1 yil az deganda 5-6 ay degandek-chi. Abdur Davud bu yerda Qur'on qiroat o'xshamaydigan 2 hukm. Haqiqatan mutag'ayyiratan deganda o'xshamaydigan 2 hukm. Chunki Qur'on Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga bayan qilish va mo'jizalikni ifodalash uchun tushirilgan bir vahiy. Ma'u Qur'on, amma qiroatchi desa, harflardagi yuqorida tilg'anilgan vahiyning alfozlarininki, Qur'on demakchi, Qur'onning alfozlarininki o'qimaslik. Qarasanglar, o'xshash so'z ikki o'rinda ikki xil o'qilayotgan. So'z o'xshash. Nima uchun bunday o'qiladi? Faqat Jibril Rasululloh shunday o'rgatgan. Va o harflarninki yengillik, ig'irlik va undan boshqa sifatlardagi kayfiyat ahvoli mana bo'ladi, qiroat bo'ladi. Bu farq bor. Endi qiroatda cho'qqum ustozdan bevosita elish va ig'zoga elish kerak. Men takror dedim ya savoqdoshlar, qiroatning bir qoidasi yo'q. Kitobga yozib qo'yib, shunga amal qilsaqlar bo'ladigan. Faqat Rasulullohdan sahobalar qanday o'rgandi, sahobalardan tabiinlar qanday o'rgandi, bugun ustozlardan shunday o'rganamiz. Ig'zoga o'rgan. Ustoz alhamdu ekan. Lillahi ekan. Robbil alamin Robbil ve duha ve duha ekan. Ve duha ekan. Ve duha qism bo'lgan va duha qism bo'lgan. Shundami? Musaytir o'qiyotganmiz. Musaytir masalan, Mashta hammani anglab o'rganamiz. Chunki qiroatda birbirlik narsalar bo'lib, ishlar bo'lib, bu faqat anglash va ig'zoki o'qish orqali hukm qilinadi. Uning qoidasi yo'q bu deganimdek. Endi qiroatlar, masalan, sizlar bir misol uchun sizlarga deyman. YouTube'ga kirib, ma'lum bir suraning ismini yozinglar. Masalan, Suratul Duha deb bo'lib, keyiniga biqiraat Asim an Hafs yoki biqiraat Kassai yoki biqiraat Hamza degandek qarilar derken tarixdagi qiroat sohiblari, qiroat imomlarininki ismini yozib, 10 qiroat, 7 qiroatdagi imomlarning ismini yozib izlab boqinglar. Bir duhani, bir sura Fatihani izlanglar. Yana xalqon surani izlanglar, o'xshash bir qorimninki qiroatidan qanday chiqadi, farq xili ig'ir chiqadi. Agar ularga qulay so'q qolmagan bo'lsa, hozir men bu yerda telefonimdan chiqib sizlarga qanday qo'ydim, anlatib qo'ydim. Sizlar o'zinglar anglab boqinglar. Masalan, darsdan tushgandan keyin ular telefoninglarda YouTube kanal bor, YouTube'ni ochib, ashyaga xalqon bir surani yozinglar. Masalan, Suratul Naba, Suratul Mulk masalan, Surat Ad-Duha, Suratul Alaq, xalqon surani yozib, keyiniga bir qiraati deb yozib imomlarning ismini yozinglar. Asim an Hafs, shundami? Hafs an Asim, undan keyin yoki Hamza yoki bi qiraati Kassai degandek qorilarning ismini yozinglar. Undan keyin shu vaqtda farqini qana qila olasizlar, tepib olasizlar, topa olasizlar. Biz o'rgangan bir shakl yo'q u yerda. Endi bir necha xil qiroat bor. Bayatın deb o'tdik, 10 qiroat. Undan jiq asılçı, 20 qiroat, danglıqı mutawatirisi 10. Ana shu sağlam qiroat, to'g'ri qiroatning shartlari nima desa, qarilar qiroatning sahihligining 3 sahihlik uchun 3 shartni o'tirib qo'ydi. Qiroatning sahihligi va o qiroatni e'tibor qilish uchun 3 shart. Birisi o qiroatningki
imam mushafning hashtagga uygun kelishi. Yani hem der ki bana palanı öğütüp koygan, pokunu öğütüp koygan, hemen diyen palanı sahabetin öğreniyende okuyuverse kabul kılmayımız. Birinci şart Osman radıyallahu anhu öz vaxtida köpeytip taqatqan 5 tane mushaf var. Şunu biz imam mushaf deydik. İmam mushaf degani asosiy mushaflar deydik. Şu mushaflarga nima kelish kerak? Uyg'un kelish kerak. Mushaflarninki haqida to'xtaldik biz ilgirki darslarda. Yani mushaflarning xat shakli şu qiroatlarning hammani o'ziga olalaydigan bir şekilde yozilgan bo'lg'achqa o'qilgan qiroat mushu yozilgan xat shaklidan bir xat shakllariga tushish kerak. Bunun da birinchi shartni hozirlagan bo'ladi. An ikkinchi shartga o'timiz saboqdoshlar. Ikkinchi shart şu qiroatning mutawatir yo'llar bilan naql qilish. Bir odam akiblaman palani yavundash olmaydi. Bu qiroatni şu sahabedan yoki Rasulullahdan mutawatirlikni sizlar ulumul hadis o'qidinglar mencha bilasizlar. Mutawatirlikning sharti va rivoyat qiluvchilarning odam sonining o'lchami va şu shart bo'yicha bugunga qadar naql qilingan bo'lsa, bu qiroatni mutawatir qiroat deymiz va qabul qilinadi va namozda o'qiladi bo'ladi. Mana bu usulillahninki qarashi ve 4 mezheplerinin faqihlerinin qarashi ve muhaddislerinin qarashi. Bularga binaen, yuqorqiga binaen bir qiroat mutawatir olmagan sahih isnad bilan isbotlab bo'linmaydi. Gerçi o mushafning hashakliga uygun kelsimi ve arab til yo'llaridan bir yo'l bo'ladi. Demek bir shartga ham qolib qolsa olmaydi. Mutawatir sahih yo'q qilishmi yetmayapti. Mutawatir bo'lishi kerak. Üçüncü shart arab til qoidalaridan, yo'llaridan bir yo'lga uygun kelish kerak. Degani 3 shart hozirlansa qiroatni qabul qilishga bo'ladi. Mata ixtalla qachoniki 3 asosdan bir asos buzilsa, 3 shart qo'ydik ya, 3 shartdan bir shart buzilsa, unda qiroatga shaz ismi qo'llaniladi o'tliqa. Shaz ism qo'llangandan keyin bu Qur'on hisoblanmaydi. Bunda qiroatni namozda mı o'qig'ili bo'lmaydi. Hatta ba'zida bular bu xil qiroatga daif, batil degan nomni ishlatadi. Ibn Jazari o'zininki An-Nashr degan kitobining beshida mushu shartlarni tilga qo'ygandan keyin nima deydi desanglar, va mata qachoniki mushu 3 arkan, 3 asosdan bir asos ta'sirga uchrasa, ya'ni buzilsa yoki hozirlanmasa, bunda qiroatga ojiz yoki shaz yoki batil qiroat deb utliqa ishlatiladi. Mayli o qiroat 7 imomdan bo'lsin yoki ulardan cho'ng odamdan bo'lsin, o'xshash. Mana bu salaf xalaflardan bo'lgan tahqiq imomlarining nazaridagi nima to'g'ri ko'z qarash deydi. Kim o? Ibn Jazari. Kavashi deydi, qachoniki 3 shartdan bir shartni yo'qotsa, bu qiroat shazning qatoridan deb mushuna shaklda hukm qilgan. Ammo mushu arkanlar yuqorqi 3 shart to'liqlangan vaqtida bu sog'lom qiroat bo'ladi-ki, buni rad qilish to'g'ri emasligini, bu Qur'on uni inkor qilish kufrlik bo'ladi va uni inkor qilish halol emas, balki u Qur'on tushgan 7 harflarning ichidan o'qilgan bo'ladi. Kishilarga uni qabul qilish vojib. Mayli o 7 imomdan bo'lsin, undan boshqa mashhur imomlardan bo'lsin, uni qabul qilish vojib bo'ladi. Ondan keyin qiroat vahiydir. Bayat men bu gapni ta'kidlab o'tdim. Abdurrahmonbiyada alayda ta'kidlayotdi. Bizning oldimizdagi 30 barliq Qur'on vahiy bo'lgandan boshqa buning qiroati ham vahiy. Esingizda bo'lsin, bir gapni ta'kidlab qo'ying. Qur'onda yeziqchisiga qaraganda, qayta takrorlay bu gapni, Qur'onning yeziqchisiga qaraganda qiroati asos. Qur'onning yezilish holatidan nimasi asos? Qiroat asos. Chunki tarix qarab boqadigan bo'lsak, Rasulullohga shu qiroat shaklida tushgan, sahobalar Rasulullohning qiroat shaklida o'rgangan va bugun kunga qadar Qur'on qiroat shaklida yetkazilib kelyapti. Ammo yaqinqi 100 yildan buyon basmachilik taraqqiy qilib, Qur'on besilib, keng shaklda tarqatilib, bizning oldimizda besilgan holatda ko'rildi. Biz hayot dunyoga kelsak,
ko'zimizni açsak Qur'onning unda besilgan kitap holatini ko'rdik va shundan o'rgandik. Bizning kalamimizga Qur'on shu sanab qilib amaliyotda Qur'onda nima asos, qiroat asos. Qur'on degan vaqtda kallaga o'qilgan holda keladi. Va qiroat vahiy degani Abdurrahman Razdahi yengillashtirdi. Amaliyotda Qur'onning o'zi qiroat. Qiroat Rasululloh Jibrildan topshirib olgan bir vahiydir. Rasululloh bu qiroatni sahobalarga o'qib bergan ve sahabalardan tavatur bilan yuqorida tilganda yetkilingen deb men bunu bayatdim dersning başında boldum. Ders jarayonida ham chiq dedim bu gapni. Sahih hadislarda Ayşe radhiyallohu anha ve İbn Abbas'tan şu sabit oldu ki Cibril aleyhisselam Peygamber aleyhisselamga Kur'an'ni her yili qana qılatdı, köstüp ötedi. Yani Resulullah'ın aldıda o'qib beretdi demekçi. Resulullah vafat tapqa yilisi bunu öde Resulullah'a qanchaqdim ko'rsatdi ikki qadam. Arada fe'l ko'p hollarda arada 3 oylik kelib qolsa, men bir shogird ustozimning oldida o'tirib Qur'onni boshdan oxir o'qib o'tkazganim arada bo'ladi. Arada degani bu yerda ikki tarafdan yuz bergan bir ahvol bo'lish ehtimoli nihoyat kuchli. Jibril Rasululloh o'qib bergan masalan, Rasululloh Jibril o'qib bergan degandek bir selishtirma shaklda. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinib deydi, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ayolları Resulullah'ın kaçtı etti. Fatime menip geldi deydi. Menip geldi. Fatime'nin menişi Resulullah'ın menişinden azırak mı farklanmaydı. Mer toxti o degan gap uytib ketmaydi degan gap Resulullah deklanman attı. Felemma ra'aha Resulullah Fatime'ni ko'rdi, buni qizg'in qarshilib dedi, "Xo'sh ketsa qizim" dedi. Ondan keyin Fatıma radıyallahu anh'ın o'ng tarafıdımı, sol tarafıdımı raviyadaki ikiliniş. Ottağa uzub ve sarraha bir mahbi gapdan birini qildi. Fatıma radıyallahu anh'a qattiq yig'lab ketdi. Fatıma radıyallahu anh'ın bir aram bo'lganini ko'rib edi Rasululloh. Ikkinchi qatim mahbi bir gapdan birini qildi, kulib ketdi. Dedim men deydi Fatımaga. Hassaka Rasulullah min beyni nisa'i bis-sirar mesela. Rasulullah seni bütün ayollarını qo'yib mahbi gap so'zlarga maxsus deb berdi sana. Men ayoli Ayşe radhiyallohu anhaning gapi bu va boshqa ayollar va Rasulullah şu ayollarga eşimi demay sana maxsus gap deb berdi. Shunda deb bergandan keyin yig'layotgansa deb shunda dedim deydi. Rasulullah o'rnidan turib ketgan vaqtda, falamma qama Rasulullah o'rnidan turib ketgan vaqtda men Fatıma radıyallahu anhadan soğudum deydi. Ma qala laka Rasulullah sana ne dedi desem Fatıma radıyallahu anha deydi. Resulullah'a sirrini aşkarlamayma. Ma kuntu ufşi degan gap unda mijazim yo'q buni degan gap. Çünkü malaka la ufşi desa aşkarlamayma degan bir Uyg'ur tilidagi ma kuntu ufşi desa men unda qildigan ishim yo'q. Men nada sir aşkarlayman, qachon sir aşkarlab baqqan, unda mijazim yo'q degandek qadimdan tortib bundashni qilib boqmaganligini, hozirmi qilmaydiganligini, kelgusi qilmaydiganligini ifodalaydigan bir jumla. Falamma tuwfi Rasulullah vafot topgan vaqtda dedi: "Azamtu alayka bima li alayka min al-haq." Yani Ayşe radhiyallohu anha dedi Fatimaga: "Senin üstündeki mening haqqim bilan senden keskin so'ray." Rasulullah lima haddastani shundami? Mana depression uchun mana bir gap bor bizning qaramizda. Mening tuzim bor sizda. Yoki sizda haqqim bor, ancha-muncha kichik vaqtingizda baqqan degandek bir shu gaplarni tutqulib qilib olib, shuning haqoratidan bir gapni deb turgan deydigan bir gap bor ya. Endi Ayşe radhiyallohu anha, Fatıma radhiyallohu anhaning bir o'gay onasi hisoblanadi, opasi hisoblanadi hisobda. O'g'andikin Ayşe radhiyallohu anha shu munosabatni tutqib turib, Fatıma radhiyallohu anhadan so'rayotdi. Azamtu alayka ma sana keskin so'rayman degan gap. Keskin azama har qanday ishqa keskin niyat qilgan ifoda etdi. Bu qadam bo'ldi qilmayman degan gap yani. Mana depagan bimalli alayka min al-haq. Üstündeki mening haqqimning hurmatidan. Nurg'un haqqim bor senda. Lima hadis. Masalan, sen menga deydigan mush depa ma qala laka Rasulullah. Sana Rasulullah nim degandi? Fatıma radhiyallohu anha dedi: "Emmel an fena'am." Emde de birey.
Rasululloh hayot vaqtida demaganlik uchun men deyolmayman. Mubattatda endi deb beray. Ammo hina sarrani fil marratil ula birinchi qatim menga maxfiy bir gapni degan vaqtida Rasululloh menga shunday xabarni berdi ki Jibril alayhissalom Rasulullohga Qur'onni har yili bir qatim oldida o'tkazib o'qiydi ekan. Aradamiyada oldini o'tkazib o'qish degan ma'noda. Ammo Jibril hozir 2 qatim uning oldidan o'tkazib o'qibdi Qur'onni. Va inni la aral ajal illa iqtarab. Men bo'lsam Rasulullohning ajalininki yaqinlashib qolganligini, nima Rasululloh gap ekan. Men bo'lsam ajalning yaqinlashib qolganligini ko'ryapman. Allohdan qo'rqqan, sabr qilgin. Fa innahu ni'mas salaf ana lak. Men sana eng yaxshi oldida mang'uchi. Men oldida ketaman, sen keyindan kelsa degan shaklda nasihat qilib edi. Fabakaytu buka'il ladhi ra'ayt. Sen ko'rgan shu yig'amni shu vaqtda yig'lagan. Yig'lishining sababi bu. Falamma ra'a Rasululloh meningki bearam bo'lib ketganligimni ko'rib, menga ikkinchi qatim bir maxfiy gapdan birini dedi. Maxfiy gapdan birini qilib berdi. Dediki, "Ey Fatima, sen bütün mu'min ayollar ichidagi bir xonim bo'lishni xohlamamsa, rozi bo'lmamsa, mu'min ayollarning bir xonimi bo'lishga rozi bo'lmamsa, dedi, yoki mushu ummatning ayollarining xonim bo'lishga rozi bo'lmamsa, dedi. Fadahiktu dahkilladi ra'ayt. Sen ko'rgan shu vaqtdagi kulishni shu kulgandim deydi. Mush shaklda bayon qildi. Ya'ni hadisning bizning bugungi tema munosabatga qo'ygan tarafi shu oxirgi yilda Jibril alayhissalomning Rasululloh 2 qatim o'qib oldin o'tkazib berganligi. Mayli Rasululloh Jibril o'qib o'tkazib bersin, yoki Jibril Rasulullohga o'qib o'tkazib bersin oldin. Ya'ni bu nimani ifodalaydi desanglar? Tushunib bilan bergan kitob emas Qur'on. Balki Jibril o'ylab boqinglar har yilisi 23 qatim o'qib o'tkazganlik, ya'ni Rasulullohning oldidan. Rasululloh yoki Jibrilning oldi bir xil bütün o'qish jarayoni tafsiliy o'rgatilganlik demak savoqdoshlar. Bütün o'qish jarayoni Qur'onning qiroatlaridanki tafsiliy o'rgatilganlik. Ya'ni Qur'onda asos o'rin turadigan nima? Qiroat demakchi. Endi bu shu oxirgi qatimliq oldidan o'tkazish ba'zi so'zlarningki o'qilishining xilma-xil usullarini o'z ichiga oladi. Shu ada degan so'zning tarjimasi ba'zi o'quvchilar ilishib qoladi. Ada normalda har qanday bir yer kelsa shu ishni qilishni ko'rsatadi. Masalan, naqsh o'quvchilar mana filmlarda naqshning keyiniga o'quvchi falan deb yozib qo'ydi ya, urunliq ashadagimi al-ada. Masalan, ada qiraatul Qur'on, Qur'onning qiroatini o'qish, ada nashid o'qish degandek. Shundaqla bu urdat, ya'ni bu eng oxirgi qatimliq oldidan o'tkazish vahiy, ya'ni Qur'on demakchi, alfozlarning ba'zidagi o'xshamasliklarni ham o'z ichiga oladi. Ma'lumki, ma'lum. Sahobalar ularning Rasulullohning elishi xilma-xil bo'lgan. Sahobalarning ichidan Rasulullohdan bir uslub bo'yicha olganlar va ularning ichidan yana bir uslub bo'yicha olganlar va undan keyin bular shaharlarga qanaqaliq taqiliq mush holatda. Shu sabablik tabiinlarning ulardan elishi paxtalafa, ixtilof, ozroq farqli bo'lib qolganlar va tabiiy tabiinlarningki tabiinlardan elishi farqli bo'lganlar va halum majranga bugungi kunga qadar. Shu inshaalloh kelsak, sahobalar xilma-xil o'rgan Rasulullohdan, tabiinlar sahobalarni xilma-xil o'rgandi, tabiinlardan xilma-xil o'rgandi. Undan keyin davom qilib kelsak, bugungi kunda xilma-xil o'rganyapmiz har xil qiroatlarni. Andan bu qiroatlar dunyoning har tarafiga chechib ketgan bo'lg'achqa, qiroat imomlari, mana bir nuqtada qaranglar, o'zi to'playolganicha qiroat to'plaqliq. Ve her birisi şu sahada bir mükemmel bir imamlık derecesiga yetganligi. Xuddi nahviy ustozi, nahviy imomı toplayolganicha qoida toplayolganda. Shuni bilan ma imom o'zi to'plagan qiroat bo'yicha tunuluqliq bir imom deb, bu buning qiroati ulug'liq. Hafs an Asim degandek. Yana bir imom o'zi toplayolganicha to'plaqliq o qiroatni, o shu bo'yicha tunuluqliq. Yana birisi shu, yana birisi shu, bu shaklda undan keyin 7 qiroat, 10 qiroat va boshqa qiroat degan qiroatlar shakllangan ahvol shu. Va shuni bilan o'xshamagan qiroatlar shu yerda hadasat ma'nosida o'rtaga chiqadi. Endi biz saboqdoshlar ilgari 7 harf haqida
ancha-muncha o'qidikmi, o'qimadikmi esimda bak yo'q. O'qigandek esimda men sizlarga yo'llab bergan haliqi Osmon radhiyallohu anhuning davridagi Qur'on to'planish haqidagi bir maqola bahsida bor shu yerda esimda qilishicha Qur'oni Karimninki 7 tildan tushish haqida emasligi jarayonida maxsus o'qimagan taqdirda ma'lum bir darajada birlik tushunishlikni o'qib o'taylik bu yerda. Lemesel muslimuna musulmonlar biz ishorat qilgan qiroatdagi mushu o'xshamaslikning ta'sirini Rasulullohning davrida ham qanaqalig'liq his qiliqliq. Masalan, silab o'tgan, tegib o'tgan degan ma'noda. Tuvandagi Umar bilan Hishamning hadisida kelgandek bu 7 qiroat hadisi bu anglaydi. Mushu hadisninki masalasi ko'pincha kishilarga elishib qiliqliq. Chunki ularning ba'zisi bu 7 harfdan maqsad 7 qiroat deb o'ylab qiliqliq. Men oldin deb qo'y, bu gap tubdan xato gapchimi. İmam Hafiz Ebu Şama bu ahvolga tuvandagidek ishorat qiladi. Huwa vahmun. Bu bir vahmi, xato, ig'ir xatolik demakchi. Deydi İmam Ebu Şama bir-birini kuchlashni o'ylab qoldi. Hozir bor bo'lgan 7 qiroat dal hadisda iroda qilingan 7si shu deydi. Bu degan butkul ahli ilmning ijmoining tam aksi. Hargiz ezib tezib bu gapni qilib sanmayman. Faqat bunday gapni nadonlik ahlining ba'zi o'ylaydigini, u faqat savodi yo'q odam. U hadisdagi 7 harf, 7 til, 7 qiroat degan gap faqat savodi yo'q odamning ishi. İbn Ammar davatida anima asli bu nima gap chiqqan desanglar bu gapni deb berayman. Ba'zi imom qiroat imomlari qiroat toplaydi dedim ya men. Ba'zi bir qiroat to'plag'liq bir kitobga sunuqliq kitob yozib. Ba'zi to'play olganicha 2 qiroat sunib to'plag'liq. Ba'zi 3 qiroat. Shu bo'yicha ham Mujohid ismli imomdan birisi 7 qiroatni to'plab bir kitob sunuqliq musulmonlarga. Bu kitob favqulodda kengayib ketgan endi. 7 qiroat, 7 qiroat, 7 qiroat. Ondan keyin 7'si qarasa 7 ahrub, 7 ahrub. Zamanning o'tishiga ergashib bir odamlar mahlis bilan shu 7 qiroat kitobni bir-biri bilan bog'lab olganlar. Shuning bilan bu ahvol shu xato change bo'yicha taqab 7 qiroat, 7 qiroat, 7 qiroat desa shu hadisdagi 7 ahrub deb o'ylanib qolgan ahvol bor. Bunun ko'pincha ulamolar gunohni kimga atadi bilamizlar? Hali 7 qiroatni bir kitobga to'plagan odamga atadi. Hozir İbn Ammarning gapimi shu gunohni atqandek gapchi, qaranglar. Laqad fa'ala musabbi'u hazihi sab'a, ya'ni mush 7 qiroatni to'plovchi demakchi. Mush 7 qiroatni 7 qilib to'plovchi loyiq olmaydigan bir ishni qilganligini to'g'ri ish qilmagan demakchi mayda-chu. Ya 5ni to'plasa, ya 8ni to'plasa 6ni 7 qilib qo'yganligin oyat bilan mayatda bis-bisga o'tilib qilib elishish kelib chiqqanday. Va ashkala al-amra 'ala al-'amma. Masalani ma avomga qattiq qiyin, mushkil qilib qo'ygan, ya'ni vahm selishilar deydi. Ya'ni nazariy bunda tafakkuri, bilim doirasi az bo'lgan kishining hammasiga vahm selishilar. Nima vahm selishilar? Mushu qiroat hadisda tilg'ilingan yerda shu degan vahmini selish bilan masalani qiyinlashtirib qo'ygan. Kashki valaytahu qaralma muhim gap. Kashki o ya 7dan kam qilishga to'xtagan bo'lsa, ya ziyoda qilgan bo'lsa, shu yo'q. Qarama 5ni to'plagan bo'lsa, 6ni to'plagan bo'lsa, ya 8ni to'plagan bo'lsa, 7ni to'plab qolib ketib qolgan. Bu 7 hadisdagi 7 bilan udul kelib qolgan bo'lg'achqa vaqtning o'tishiga ergashib oyatda mayat bo'lib qolgan. Haqlar xato tushunib qolgan deb gunohni kimga atadi? Shu 7 qiroatni to'plagan ulamoga atadi. Ba'zi ahli ilmlar shu ko'z qarashga bordiki 7 harf hadisi Payg'ambardan mutawatir keldi. Mutawatir hadis, garchi ba'zi mutawatir emas desam, bu haqda nurg'un ulamolar maxsus risolalarni yozgan bo'ldi. Yuqorida tilg'ilingan 7 ahruf haqidagi hadis to'g'risida kitob yozganlarning qatoridan birisi al-Imom al-Hafiz Abu Shama va Ibn Jazari. Bular buningda bir juz'iy yozganki, bu juz'iy shuning rivoyatlarining hammani izqo'laydi. 7 harf hadisning hammani tashrif chiqadi,
Nimishqa mutawatirligiga da mutawatirligini hisobda isbotlagan. Hadisning shakli ma'u, qarang, hadisni olib o'qiylik. Hadisning teksti İmam Buxoriy, Muslim, Umar ibn Abdul Azizdan rivoyat qilinib degandek deydi. Men Umar radhiyallohu anhuning gapi. Men Hisham ibn Hakimning Surah Furqonda Rasulullohning hayotida o'qiyotganini angladim. Fastama'tu li qira'atihi. Uning qira'atiga shunda quloq solsam, qarg'udek bo'lsam, ma izay mufacat. O bu surani Resulullah bana o'qitmagan, lam yuqri niha. Resulullah bana o'qitmagan nurg'un qiroat bo'yicha o'qityotdi. Nurg'un harf degani o'xshamaydigan bir tilda, o'xshamaydigan bir shaklda o'qiyotdi. Fakittu usawiruhu fi salat. Ma onunga namazda hujum qilib saqlab taslam qoldim. Fakittu usawiruhu. Namazda hujum qilib tas qoldim. Fantazartuhu kuttum. Ahırda salam verdi. Annekin çapından tattım. Eğir tattım ifaden çapını şap tattım. Dedim ki bu sürüne sana kim öğütüp koygan? Dedi ki Akra'aniha Resulullah. Bana bu sürüne Resulullah öğütüp koygan. Dedim ona vay yalga ettin sen. Allah olan kasem ki Resulullah muşu sendin okuvatkanını anlagan bu sürüne bana öğütüp koygan. Resulullah onda öğütmegen de onu Resulullah'ın qışqa sörgen peti mağdum deydi. Çünkü Resulullah'ın ömrümü öğrendiğindeki mu Resulullah'ı öğrendiğimde başka okuğandaki açık geldi de dedim deydi. Ya Resulullah men maninke Surah Furqan'ını seni bana öğretmegen bir tilda harflerden okuvatqanlıqını anladım. Seni bana Surah Furqan'ını öğretip koygan desem Resulullah ersilhu ya Ömer. Kuvvet Ömer. Oqay işem dedi. Şuna olan bayatın okuğununu anlagan, semi'tuhu yaqra'uha degan gap o'qiyotganini anlagan qiroatni o'qidi. Rasululloh dedi ki, mashta tushirilgan. Andakin dedi Rasululloh, ma Qur'on 7 harf bo'yicha. Mana harf deb turay. Bu haqda ayrim tushunchalarni berganman oldingi soat darsda. Til demakchi bu yerda. Bu yerda til to'g'risida 40 neçəyə yaxın fikir var. Zaten səbəbdə ahruf degan nemo degan haqqında. Şoma bunu kesib bilan bir narsa demay, çünki bu mislərning bundan keyingi izlənişinə xasun. Faqra'u ma tayassara minhu. Sizlar u yettildan asan bo'lganini o'qinglar. Lafzi Buxoriyning Muslimda muboh hadis, Muslimda muboh, Tirmizida muboh bu hadis. Muslim Ubay ibn Ka'b'dan chiqirib shuna deydi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani G'ifarninki bir quduqining beshida edi. Resulullah'ın qashqa Jibril kelib dedi, Allah seni ummetinga Qur'onni bir til bo'yicha, bir til, masalan, bir xil shaklda o'qib berishga buyurdi dedi. Dedi Rasulullah, Allah'ның afu mağfiretini so'rayman, ummetim o'qolmaydi. Ammo shayga vaqtda sizlar manda bir nuqtani tushunishingiz kerak savoqishlar. Bugungi kunda o'qish, yozish umumlashgan bir davr. Asosan hammadan degudek shahar yashagan odamlarimiz degudek savodli. Aldığı qana kitap ekipasını okuyalaydı. Bu bir mesele. İkinciden Resulullah'ın devri okumaydıgan bir devri. Onun üstüge Resulullah Kur'an düşken dəslebki devrede kitap yok. Resulullah'ın anlaydı okuydu. Xudu bir adam paran qıqandek sözlegендek. Ben size bir misal yapasam, bizning millatning ichidagi eng o'qimagan odamdan birini akilib oldimiz o'taqizib, hayotda o'qib boqmagan odamdan birini akilib bir ağız gapni o'lchamlik bir shaklda o'qilsa bir bet narsani o'qiyamaydi. Bu yodqiqo tahi o'qiyamaydi. Hatto nurg'un gapni xotinlik o'qib qolsa xotincha, qashqalik o'qib qolsa qashqarcha, oqsuloq o'qib qolsa oqsucha, o'zi yashagan yerning yerlik shivisi deyishi mumkin. O'rtaq tili deyolmaydi. Bunda ahvol normal ahvol. Endi Qur'on o'qilgan holatda tushdi. Vaqtda kitob yo'q, kitob holati. Jibril kelib ummetim onda okusun dese Resulullah'ın ummetim okuyamaydı deyiş nahit normal tabii. Okuyamaydı kalma kırası. Çünkü biz Kur'an'ı okup ügengen haletini oylayamam mı? Biz ügengen hoş ügenmekle bula. Da gap qilgandek okuydu hem de Kur'an'ı. Ama hemmisi okuqluq adam emas, okuqsuz hemmisi. Tabii ki bazı sözlerge ağzı könmegen, bazı telaffuzlar ağzı könmesligi o tabii. Ondan keyin ikkinchi qitim keldi dedi, Allah seni ummetinga Qur'onni ikki harf bo'yicha o'rgatishni. Agar an taqra bo'lsa o'qib berish,
en to'g'ri olsa o'qitish degan ma'noda juma. O'qitishni buyurdi dedi Rasululloh. Allohning afu mag'firatini so'rayman, ummatim buningga kuch yetmaydi. Andan 3-chi qatim keldi dediki, Alloh seni ummatingga Qur'onni 3 harf. Rasululloh dediki, Allohning afu mag'firatini so'rayman, ummatim buni qodirlar. Andan 4-chi qatim keldi dediki, Alloh seni ummatingga Qur'onni 7 harf bo'yicha o'qib berishga buyurdi. Qaysi harf buni, qaysi qiroat demakchi, qaysi til demakchi, qaysi til bo'yicha o'qisa, qara'u alayhi faqat asabu to'g'ri o'qigan bo'ladi deb ma hadisning mazmuni bu lafzi. Hamda mishada eskartishga, bir tilga ilishga loyiq gapdan birisi nimaga eskartishsi 7 dan murod raqam mazmuni iroda. Ma gapning mazmuni nima gap sanoqdoshlar? Mana bir gap bor, arablarda sonning ko'pligi ko'p hollarda 7 bilan ifodalanadi. 10lik sonlarda 7, 20lik sonlarda 70, 100lik sonlarda 700, 7000 diqqat qilsanglar, arshning sayisining ostida sayıda 7 kishi var. 70 ming malaika, 70 hassa deganda ifodalar qo'llanildi. Ba'zi yerlarda ko'plik maqsad, chunki arab tilininki ko'plik sonni ifodalash shakli bu. Shuning nuqtasida o'tib, miyadagi unda emas. Raqamını son maqsad nimishqa? Chunki 1, 2, 3, 4 deb keliglik. Agar mushadislik kelgan, ashu o'rlash bo'lmagan bo'lsa, 1, 2, 3, 4 deb 4-chi qatim keldi deb ma'lum bo'lmagan bo'lsa, bu 7 dan ta'addud, ko'plik iroda qilingan bo'lishdan bir ma'no olmaydi. Lekin 1, 2-chi qatim keldi, 3-chi qatim keldi, 4-chi qatim keldi deb bunda bir o'rlash bo'lg'achqa son maqsad. Çünkü Araplarning odatining birisi 7ni birlik sonlarda ko'plikni ifodalash uchun 70ni 10lik sonlarda, 700ni 100lik sonlarda qo'llaniladi. Lekin ma'disda unda emas. Chunki birinchi qatim keldi, ikkinchi qatim keldi, uchinchi qatim keldi, to'rtinchi qatim keldi deganlik 7-chi qatim. Amaliy 7-chi qatim keldi deganlik bo'ladi deydi. Abdurrahman gapni güzel bir şekilde deb qo'ydi. Endi ulamalar, ya'ni biz işence qilg'ili bo'ladigan ulamalar shuning ijmo qildiki, 7 ahruf hadisi uningdan murod mashhur 7 qiroat emas. Makaloningni qo'ysin. 7 ahruf degan 7 qiroat deganlik emas. Kallongda nayt ini qo'ysin. Ibn Jazari Nashrin kitobida deyotdi. Biz bu faslda bek uzun gap qilishimiz nimishqa bizga ilim yo'q kishilarning ba'zidan yetgan bir ahvol bo'lganligi chunki shu ahvol shu. To'g'ri qiroat mush 7 imomning qaydiki qiroat deb mushuna gap yetdi bizga. Va Rasululloh ishorat qilgan 7 ahruf dal mush 7 qorimning qiroati degan gaplar yetdi. Balki taqa nadallarning ko'pinchisi shu ahvol g'olib bo'lib qopti. U ahvol qaysi? Sog'lom qiroat shu Shotibiyadagi, Taysirdagi qiroatlar deb ma gapni tilga olinmoqchi, kaloldiga qo'ysin. Yani ahirgi cümleden maqsad nima desa, sog'lom qiroat, to'g'ri qiroat bu ikki kitobda topilgandanmi ko'p. Misol bo'lsin 25 ga yaqin qiroat va buni qanchalik to'play olgan bo'lsa, bizga shunchalik to'planib kelgan endi. Qanchalik to'play olgan bo'lsa. Biz bu haqdagi az ilgari bu haqdagi Abi Shamining gapini naql qilgan bo'ldik. Ya'ni tekrar davatlu abturmu bir narsa xato tushunilib qolmasin deb hadisdagi maqsad her söz 7 xil o'qiladiganlar. Alhamdulillah. Ya unda emas. Masalan, bir narsa xato tushunib qolmayman. 7 qiroat desa 30 par Qur'on 7 xil o'qilib 21 par yo'q. Bunda shaklda emas. 210 par bo'ldi deganlik emas. Balki bir qiroat va boshdan oxir o'qiladi, bir so'zni bunda o'qiydi. Bu bir qiroat. Yana bir qiroat va boshdan oxir o'qiydi, yana bir so'z, yana bir so'z, yana bir so'zni bunda o'qiydi. Manda degan gap asli. Ya'ni toplagan qiroat imomi toplagan qiroat bir qiroat, yeni bir imom toplagani, yeni bir qiroat, yana bir imom toplagani, yana bir qiroat. Qandaqdir har qiroatning hamma yeri farqli deganlik emas, esingizda bo'lsin. Endi hadisdagi 7 harfdan maqsad nima desa, mushu 7 harfdagi maqsad haqida ulamolar nihoyat ko'p fikrda ixtiloflashgan ahvollar bor. Suyuti 35 xil gapni keltirib, buni itqon tilg'iliqlik bu kalongni elishidi bu nuqtada. Agar vaqtinglar yetib qolsa, men sizlarga oldin qatim yo'llab bergan
Hali bahsini ko'rib bakma bu haqda. Va deydi bu 40 deydi şu sebat ahrub haqidagi fikrlar. Ustoz Zurqani bu so'zlarni 40 yetadiganligini naql qiladi. Yani 7 harf degandan maqsad ne 40 xil izohlagan ahvollar bor. 11 gap haqida tafsiliy so'zlaglik Zurqani. Bunun hammasi Zurqanining mustafa kitobida bor. Zurqanining kitobida bor. Manaylar fanda ko'p aqsamlarda ve qolgan 9 xil gapni qisqa shaklda keltiriladi. İbn Hajar Fathul Bari deydi, Qurtubi İbn Hibbandan ixtilofninki 7 ahrub haq ma'nisi to'g'risidagi ixtilofninki 35 so'zga yetganligini tilga oladi. Ammo Qurtubi 5 dan boshqasini tilga olmoqlik. Munziri deyotdi, ko'pinchisini tanlamaslik, g'ayri muxtar degan gap tanlanmaydi. Ammo bu sohadagi İbn Hibbanning gapini, yani onunki sahihisidan tepilib degan o'rinlarini izlangandan keyin men tam topolmadim deydi bu yerda İbn Hajar. Bu gapga qaragan vaqtda biz zaten bu gapning hammani teşrif aniqlab bilolmaymiz savoqdoshlar. Abturmi deyotdi, biz bu yerda bu gaplarning hammasini aniqlashga qodir bo'lolmaymiz. Ammo biz tarjih qiladigan gapni keltiramiz. Bu haqda kengashni iroda qilganlar shu bahsninki hoshiyasida, shu izohatida tilga olingan manbalarga qaysi bo'ladi? Fiqh ahli ve hadis ahlidan cumhurlarga mansub bo'lgan biz keltirmoqchi bo'lgan fikrim shu tuvanda. Bu fikrga İbn Jarir ve ondan boshqa ulamolar bo'lgan bular deydi-ki 7 tildagi qiroatdan maqsad qilindig'ini 7 til deydi. 7 ahrubdan, 7 harfdan maqsad 7 til. Yani Araplarninki mashhur tillardan 7 til. Bir kelimede, bir ma'noda. Yani bir kelimedeki o'xshamagan alfozlarning yo'llari, bir ma'nodagi o'xshamagan alfozlarning yo'llari. Masalan, Abdurrahman akaga misolim bor. Bu yoqqa kel degan bir qiz gap bor. Bu yoqqa kel. Arab tilida bu gapni ifodaligini bo'ladi 8 xil. Masalan, halumma deganmi, bu yoqqa kel degan bo'ladi. Aqbil degan bu yoqqa kel degan bo'ladi. Ta'al degan bu yoqqa kel degan bo'ladi. Ajjil, asra, qasdi, nahvi. Mana bu 7 dona alfaz, 7 dona so'z, ma'nisi bir, hammasining ma'nisi nima bo'lsa, talabul iqbal, kelishni talab qilish, kel degan gap. Bu gapni İbn Taymiye rahimahullah hikoya qilib deydi. İbn Jarir ve İbn Jarirning g'ayri shunda deydi. 7 harf bo'yicha qiroat qilish degan ummatga vojib emasdi. Ularga faqat joizdi. Ularga bu haqda ruxsat berilgan. Qad ja'ala ilayhim, qad ju'ila ilayhim ularga tanlagan qaysi harf bo'lsin tanlash ularga qilingan tanlash ixtiyorligi bor deb mushtada gapni. Anlagan deydi, Mavlana shuni bunda deydiganlarida 7 harf haqidagi ruxsat islomning dastlabki davrida idi. Nimishqa bir harfda qana qilishdan, turishdan ularga keladigan qiyinchilik tufayli falamma tazallalat alsinatuhum bil qira'a. Ularning tili qiroat bilan yumshab, ya'ni tili yumshab qiroatga keladi. Kana ittifaquhum, ularning ittifoqi bir harfga qolay bo'ldilar. Ya'ni bir harf bo'yicha o'qisa o'qiy oladigan bir holatga qana qildi, keldi. Va ularga oson bo'ldi va arfaqu bihim. Shuning bilan jama'u en ahir qatimdagi bir harfga hammasi to'plandi. Deydi ular innahu nasxun undan boshqasining hammasini mansux qilish bu deb shunday gapni qiladi. Endi 7 harf Osmoniya masahibda bormi yo'qmi? Qur'onning 7 harf bo'yicha tushganligi bu aniq oldu yuqorqi hadisdan. Mutawatir hadis so'zlab o'tdik. Ammo shu 7 harf Osmoniya mushaflarida bormi yo'qmi? Ammo ne tezroq o'qib o'tamiz arkadaşlar. Buna nisbeten beradigan javobimiz
yetti harfdan bo'lgan maqsadga bog'liq. Zaten maqsad nima degan kelganda oydinlashadi. Biz yuqorida tanlagan va so'zlagan Ibn Jarirning gapiga asosan Ibn Jarir nima deganda biz yuqorida qaysini tanlagandik? Yetti til degandik, ya. Yetti harfdan maqsad yetti til dedik. Az ilgili so'zlik. Ya'ni annallazi fil masahif al-Osmaniya. Osmaniya Qur'onlaridagi harf bo'lsa qaysi desa, ummat Osman radiyallohu anhuning zamonasida rozi bo'lgan bir harf, yetti harf emas. Chunki yetti til dedik, yetti tilimiz yo'q. U bo'lsa-mu dal eng oxir qatimliq Rasulullohning Jibrilning oldidan o'tkazish yoki Jibrilning eng oxir qatimliq Rasulullohga o'qib berishiga mos kelgani shu. Ammo qolgan harflarni, qolgan tillar yo'qolgan. Chunki o tillar bilan, o harflar bilan qiroat qilish farz yo'ldan bo'lmagan. Faqatla ruxsat yo'li bilan bo'lgan. Abu Umar ibn Abdulbar deydi. Gapning besh vaqtini qilmoqda. Lekin kishilarning bugungi kundagi qo'llarida bor bo'lgan Osmon radhiyallohu anhu mushafi bir til deydi. Va ahli ilmlar mushu fikr ustida deb gapni biroz xulosaladi. Ammo ma'u tilning gapiganimda qiroatlar masalasiga kelsak, ammal qiroatlar kelsak, faminal jali al-wadih nayt roshan aniq masaladan birisi shuki, qiroatlarning ko'pinchisi mushafning o'zida bor. Balki qarilar yuqorida o'tgandek kama sabaqa an zakarna degan yuqorida tilg'ab o'tganimizdek qiroatninki Osman radhiyallohu anhuning mushafining har shakliga muvofiq kelishini shart qiladi, sog'lom qiroat bo'lishini. Mana bu gap eng kuchli gap, vallohu a'lam. Ya'ni Qur'onda bo'lsa qiroat, ammo sab'ati ahruf yetti til hozir yo'q. Bir lam til qilib qoldirni hammasi amaldan qilib, chunki yetti til bo'yicha o'qig'ilib qo'yish ruxsatdi. Kishilarga qolay bo'lsin uchunti, oson bo'lsin uchunti. Endi oson bo'ldi, qulay bo'ldi, o'qib ko'ndi, o'qiy oladigan bo'ldi. Ruxsat tugidi. Osmon radhiyallohu anhu 6 dona tilni amaldan qoldirib, bir lam tilni qolib qo'ydi. Bugungi kundagi qiroatlar shu bir tilga munosib tilgan qiroat degan xulosa chiqdi bu yerdan. Kallamlar deyishmisin. Va hunaka qawlun akhar. Bu yerda yana bir gap bor. Bu gapni Allama Abu Shama al-Muqdisi Ahmad ibn Ammar al-Muqri'dan rivoyat qildi. Bu 15-asrning kishilarining qatoridan biz unga Abu Shama rivoyat qilgandek ishorat qilamiz. Ibn Ammar davotida tirnoqlardagi Ibn Ammarning gapigina bu haqdagi shu yetti harfning ma'nosi haqidagi nazar ahlining bilimlik olim kishilar shu ustida bo'lgan eng sahih fikr qaysi desa shuki ma nahnu alayhi fi vaqtina hada. Biz bugungi vaqtimizda shuning ustida ketayotgan qiroatlar shu. U o'simi, biz ketayotgan bugun o'qiyotgan qiroatlar. Mayli o 7 qiroat olsun, 10 qiroat olsun, hammasi Qur'on tushgan 7 harfning ba'zi. Ya'ni elishmanglar, men takror deb beray. Biz 7 qiroat oldik, 10 qiroat oldik, 20 qiroat oldik. Shuning hammasi sab'ati ahruf 7 harf bilan tushdi deya Qur'onni 7 til bilan tushdi deya 6ni amaldan qoldirayotgan birisi qolgan shu bir tildagi Qur'onning qiroatlari. Kallamni qo'smi Qur'on 7 til bo'yicha tushgan. 6 tilni qoldirib qo'ygan Osmon radhiyallohu anhu zamonasidan bir til qolgan, shu bir tildagi qiroatlar, biz bugun o'qiyotgan 7 qiroat, 10 qiroat deganlar. Buning izohati nima desa, Rasululloh xabar bergan 7 harf Qur'on uni ustiga tushgan ikki qism bo'yicha ma'lum. Birisi ba'zi so'zlar ortiq, ba'zi so'zlar kam. Ba'zi so'zlarni yana bir so'zning o'rniga almashtirish, ba'zi so'zning oldiga chiqish shu. Boshqa narsa emas deydi. Ashno o'xshi tuandek rivoyat qilingan zalika nahwu marwiya rivoyat qilinganga o'xshaydi. Mana maqsad buni o'xshashlik matruk. Buni bilan qiroat qilinmaydi. Ikkinchi qismi qorilar ixtilof qilib qolgan ba'zi so'zlarni oshkor keltirish, idg'om qilish, ravm qilib o'qish, hammasi qiroat atalg'ilari, ishmom qilib o'qitish, qasr o'qish, mat o'qish, yengil o'qish, qattiq o'qish, bir harakatni bir harakatga almashtirish, yani tag'a almashtirish, vovni fa'ga almashtirish va shunga o'xshagan yaqin o'xshamasliklar bor. Maqsad bizning bugungi zamonimizda ham qo'lni kelaylik. Bu yana o'sha qiroatni qarab baqsangiz, bayat deganda YouTube'ni ochib qarab baqsangiz chiqadi shular hammasi. Mana bu her shaharning masohiblarininki xat nusxasi shu asosda bo'lgan. Ya'ni Osmon radhiyallohu anhu yozgan
taqatqan, ko'chab taqatqan mushaflarning hammasini xat nusxasi mushlarni ham o'z ichiga ola oladi. Faqat yengil harflardagi oddiy ixtiloflardan boshqariladi. Mushnu bilan shu isbotlandiki, maqraatlar biz bugun o'qiyotgan maqraatlar dal Qur'on tushgan 7 harfninki ba'zisi hammasi emas. Ya'ni 7 harfdan 6 harfni amaldan qoldirgan bo'lsa, Usmon roziyallohu davrida bir harf qalamda, bir til. Shu bir tildagi qiraat. Endi bu qiraatlar ummat ijmo kelgan mushafga uyg'un kelganligi uchun bular qo'llanildi. Undan boshqa 7 harflar tashlandi. Nimishqa mushafning xat nusxasi, xat yezilishiga zid kelganligi uchun. Chunki bizga Qur'on tushgan 7 harfning hammasini o'qish vojib emas. Chunki Rasululloh bizga ashu 7 dona harfning ba'zisini o'qishni muboh qildi, ba'zisini qo'yib. Nimishqa faqra'u ma tayassara minhu degan oyat tufaylidan. Unda olganda bizning mushu vaqtimizda qo'llanilayotgan mushu qiroat dal bizga ummatning salaflar rivoyat qilib bergan sababli qulay bo'lgani shu. Allohning roziligi ularga bo'lsin. Kishilarni mushu mushafning ustiga to'plaganligidan va kishilarning orasida yuz bergan ixtiloflarni, ba'zisini kofirga chiqarishlarini kesganligi uchun deydi. Yani bugungi darsimiz vaqtida mishada to'xtab tursin. Inshaalloh qiroatning tarixi haqida kelasi to'xtalamiz. Shundan keyin kitobimizning birinchi qismi oxirlashdan bir dars qoldi. Birinchi qismi oxirlashqili. Bugun vaqt munosabati bilan mishada to'xtaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.